Yong'oqdan sut qilamiz hozir. Hammamiz oddiy sutda yaxshi ko'ramiz, lekin ko'plani laktozaga neperеносимости bor. Sutdan keyin o'zini odamlar ba'zilar g'alati his qiladi, zudcha bo'ladi. Растительное молоко qilamiz. Hozir birinchi marta qilaman. Oddiy yong'oqni yaxshilab yuvamiz. Nimagadir bizga bunaqa shapka kerak bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Separatsiya. Sut solamiz bunda. Bunga buni solamiz. Buni to'kka tiqamiz. Mazza bo'ldi-yu. Bu artib ketadi-ku. Artib ketadi. Bunga suv soldik. Men o'rgatishim yo'lida. Laktozani ichdan ko'plarni ichga qoladi. Buni hozir yaxshilab yuvoramiz. Через него пропустим молоко. Так, продолжаем делать молоко по моему рецепту. Voy, yong'oqni o'zim pulimga sotib olganim uchun deb turibman. Вкусно.